Biz sizlar bilan ikki karrali integrallarni xossalaridan foydalandik. Undagi o'zgaruvchilarni almashtirishni o'rgandik. Endigi darsimizda ikki karrali integrallarni hisoblashni ko'ramiz. Bizga shunday misol berilgan. I teng ikki karrali integral d bo'yicha x y minus 4x kub y kub dx dy. Soha d sohamiz bu. X teng 1, y teng x kub, y teng minus ilzosida x degan uchta chiziqlar bilan chegaralangan soha. Mana shu sohada mana bu integralni hisoblashimiz kerak. Birinchi navbatda mana bu d sohamiz qanaqa shaklga egaligini bilib olaylik. Ya'ni shaklini chizib olaylik. Mana koordinat sxemasi. Bunda x teng 1 degan to'g'ri chiziqni o'tkazamiz. Mana shu bilan chegaralanganda bumiz biri x 1 bo'lgan, y o'qiga parallel bo'lgan mana bu to'g'ri chiziq bo'ladi. Xo'p, keyin y teng x kub. Bu funksiyaning grafikini bilamiz. Birinchi va uchinchi chorakda bo'ladi. Mana chizdik. Keyingisi y teng minus ilzosida x. Bu y teng minus ilzosida x deganimiz mana bu chiziq bo'ladi. Shunday qilib, shu yerda bitta soha hosil bo'ldi, qarang. Mana yerdan boshlanyapti. Koordinata boshidan boshlanyapti. Chunki koordinata boshida y teng x kub ham 0 ga teng. Ya'ni x 0 ga teng bo'lganda bu ham 0 ga teng. Y teng minus ilzosida x ham x 0 bo'lganda 0 ga teng. Shuning uchun shu yerda ikkita chiziq, ikkita y chiziq kesishadi. O'sha kesish nuqtasidan boshlasak, mana chizyapman, qarang. 0 dan boshlanib y teng x kubning grafik bo'yicha kelyapti. Lekin bizniki x teng 1 degan to'g'ri chiziq bilan chegaralangani uchun o'sha bilan kesishgan nuqtagacha boramiz va u bo'yicha pastga tushamiz. Pastda mana shu to'g'ri chizig'imiz y teng minus x ilzosida x bilan kesishadi. Bundan mana shu y chiziq bo'yicha, ya'ni y teng minus ilzosida x degan y chiziq bo'yicha mana 0 gacha kelamiz. Ana bir marta shunday to'liq aylanib chiqdim. Natijada ko'k rangda bo'yalgan soha hosil bo'ldi. Demak, bizning mana bu ikki karrali integralimiz mana bu soha bo'yicha bo'lyapti ekan. Mana integralni boshladik hisoblashni. Mana qarang. Birinchi x'imiz 0 dan 1 gacha, 0 dan 1 gacha. Haqiqatan ham 0 dan 1 gacha kelyapti-ku. Aytganda bu to'plamni yozib olishim. D sohani yozib olaylik birinchi. D sohamiz shunday x, y'lar juftki, bunda x'imiz 0 dan 1 gacha o'zgaradi. Mana x o'qida 0 dan 1 gacha x o'zgaryapti. Y'imiz esa qarang. Mana bu chizyapman. Pastdagi y teng minus ilzosida x degan y chiziqdan yuqorida x kub degan mana bu y chiziqdan, mana bu y chiziqdan pastda. Natijada mana shu narsa bo'ladi. Demak, x'imiz 0 1 kesmada, y'imiz minus ilzosida x dan katta yoki teng, x kubdan kichik yoki teng. Shu bo'yicha integralni hisoblaymiz. Qarang. Berilishi mana nima edi? Ikki karrali integralda soha bo'yicha uni takroriy integralga o'tkazayapmiz. Bunda x'imiz 0 dan 1 gacha, y'imiz minus ilzosida x dan x kvadrat kubgacha mana funksiyani yozdik. Mana funksiya barobar hisoblaymiz endi. Xo'p,
Bu oddiy shu integrallarni, aniq integrallarni hisoblash bo'yicha birinchi D bo'yicha hisobladik buni. D bo'yicha hisoblaganimizda mana bu chiqdi. Chegarasi minus ilzosida x dan x kubgacha mana chegarani qo'ydik dx. Chegarani qo'yib hisoblaganimizda mana bu narsa chiqdi. Endi buni x bo'yicha integrallaymiz. Va natijada mana bu narsa chiqdi. Buni hisoblab chiqadigan bo'lsak, bu natija 0 chiqar ekan. Mana shuni hisoblab chiqsak 0 chiqdi. Bo'ldi.